Oysha onamiz aytadilarki, bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda ham chiroyli bir kayfiyatda kirib qoldilar deydi. Uyga kirib kelganlarida Rasululloh alayhisolamning rosa kayfiyatlari juda chiroyli kirib kelibdilar-da. Odatda erkak kishi uyga shunaqa kayfiyatda kirsa, ayollar foydalanadi, bilasiz. Biznikilar qanday foydalanadi? Darhol ogizmagan narsasini ogizib olaman deydi. Qarasa dadasini juda ham kayfiyati zo'r, darhol bir piyola choyni damlab o'tirib, mana bu narsalarni olib bersangiz, bundoq qilsangiz, hamma muammolarni aytib oladi. Kayfiyati zo'r, hamma aytganini qilib yuboradi u ham. Xursand bo'lib ketdi. Endi Oysha onamiz aytibdilarki, men ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kiruvdilar, shunaqa chiroyli kayfiyatini ko'rib foydalanishga harakat qildim, deyapti. Oysha onamiz ham foydalanyaptilar. Mana bu narsani olib bering ya Rasululloh, bundoq qiling, undoq qiling demayaptilar. Holbuki so'raydigan narsasi dunyoviy juda ko'p edi. Hatto taqinchoqlari yo'q edilar Oysha onamiz. Lekin Oysha onamiz nima so'radilar? Oysha onamiz kelib aytdilarki, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, udulloh alayhi, meni haqqimga duo qilib bering dedilar. So'ragan narsasini qarang. Meni haqqimga duo qiling dedilar, kayfiyatlardan foydalanib. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qo'llarini duoga ochdilar. Allohumma g'firli Aisha, ya Rabbi, Oishani o'zing kechirgin. Uning gunohlarini avvalgi-yu keyingilarini, umma ta'akhkhara, keyingilar umma taqaddama min dambiha, keyingi-yu keyin bo'ladigan u hozirgi gunohlarini ham kechirgin. Va ma asarrat, nimani maxfiy qilgan gunohlari bo'lsa, va ma a'lanat, va oshkora qilgan gunohlari bo'lsa ham kechir deb duo qildilar. Avvalgi-yu keyingi bo'ladigan gunohlari, maxfiy-yu oshkora gunohlarini Oyishani kechir deb duo qiluvdilar. Oysha onamiz aytadilarki, men xursand bo'lib ketib, shunaqa darajada kulibmanki, hatto boshim u zotni tizzalariga tegdi dedi, xursand bo'lganimda. Shunda menga qarab, "Ey Oysha, duoyimdan shuncha xursand bo'ldingmi?" deganida deydilar, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sizning duoyingizdan xursand bo'lmasdan bo'ladimi? Axir u zotning duosi mustajab. Tamom. Endi Oysha onamiz avvali va keyingi gunohlari kechirildi. Oshkora yu maxfiysi kechirildi. Qanday xursand bo'lmay?" deyodilar. Rasulimiz bir gap aytdilar. Men shu gapini sizlarga yetkazaman. Siz ham qani Oysha onamizdek xursand bo'la olasizmikin? Qani Oysha onamizdek ko'zingizga yosh kelarmikin? Nima deb aytaymi? Rasulimiz aytdilarki, "Vallohi" dedilar. Allohga qasam ichib aytamanki, men har kuni 5 mahal namozdan keyin xuddi shu duoni ummatim uchun qilaman dedilar. Alloh har namozda qilar ekan, Allohim ummatimni avvalgi-yu keyingi oshkora-yu maxfiy gunohlarini kechirgin deb duo qilar ekanlar 5 mahal. Muslimun o'z. Bugun siz yomon ko'rayotgan ummatni Rasulimiz duo qilgan azizim. Haqqingiz yo'q. Haqqingiz yo'q. Siz bugun qo'pollik qilib unga azob berayotgan ummat Rasulimizning duosining ichida turibdi. Chunki Rasulimiz alayhisalom hozirgi ummat demadi, qiyomatgacha ummat dedi. Siz bir tasavvur qiling, sizni ham borsiz shuni ichida. Meni ham bor mana. Nomlarimizni aytmasa-da ummat dedilar. Bugun siz muomala qilayotganingizda bir narsani o'ylang. Kimidir haqqini tajovuz qilib yeb qo'yayotganimizda, kimidir firibgarlik bilan pulini olib qo'yayotganimizda, kimgadir zulm qilayotganimizda, kimgadir g'iybat qilib ig'vo qilayotganimizda, kimidir qanaqa zarar keltirayotganimizda, agarki o'sha odam ummat bo'lsa, la ilaha illalloh degan ummat bo'lib turgan bo'lsa, hayo qilib to'xtashimiz kerak. Ya Alloh, axir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 5 mahal duo qilgan odamga men shuni qilyapmanmi ya? Ertaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga borganimda menga qarab turib, "Ey faloni, men duo qilgan, men sevgan ummatning bir shaxsiga sen shunaqa qildingmi?" desa nima deymiz? Agar biz shuni o'ylasak, hech qachon bir-birimizni yomon ko'rmaymiz. Hech qachon bir-birimizga zarar keltirmaymiz. Hech qachon bir-birimizni g'iybat qilmaymiz. Hech qachon bir-birimizga tuhmat qilmaymiz. Qachoniki biz
mana shu payg'ambarimiz alayhissalomni bizga muhabbatini eslab tursak,